Rahmat chiqib qishloqda mana shu yoshi, keksalari hammasiga kattadan katta rahmat. Mana shu videoga tashlab turgan qo'lida hasharga deb aytdik. Hasharga kelishdi mana bolalar va'dasini ustidan turdi. Hozir mana yarmi bo'ldi. Xudo xolasa hozir yana bir soat ichida tugatib qo'yamiz. Hammani xonadoniga tinchlik, xotirjamlik bersin. Parvardigor hamma nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga erishib yursin. Parvardigor hammani yaxshilik kunlarda mana shunday hasharlarda qatnashish hammaga nasib ro'za qilgan bo'lsin. Katta rahmat. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Mana rahmat mana shu hasharga kelib hamma qatnashgani uchun. Sog' bo'linglar, hammaning oilasiga tinchlik. Mana shu bundan keyingi hasharlarda ham qishlog'imiz yaxshi qatnashib kelyapti. Hammasiga rahmat. Qaysi bir oilada hammasi ishib qatnashdi, qatnashganlarning hammasiga rahmat. Sog' bo'lsin, oilasiga tinchlik. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum qishloqdoshlar, vatandoshlar. Mana bugun xonaqamizni, masjidimiz, xonaqamiz ham masjid, ham xonaqa. Allohning uyida bu ham. Shega kim kelib ishlagan bo'lsa, kimda sas qo'shilgan bo'lsa, qo'shilmaganlar ham mayli. Hamma hojibo bo'lsin, Ka'balarga oyog'i yetsin. Qishlog'imizga nima deyman? Alloh baraka berishdan charchamasin. Hammani oilasiga, farzandiga moddiy tomondan, ma'naviy tomondan har tomonlama Alloh baraka bersin. Ittifoqchiligimiz uzilmasin. Shuning uchun nima deydi? Ittifoqchiligimiz bor, Allohga shukr ko'rsatmasin. Abadiy bo'lsin. Mehr-oqibat uzilmasin. Bollarimiz hammasi solih, soliha farzandlar bo'lsin. Xudoyim taolo ishqib, mana hozir kelajagimiz yaxshi, zo'r ketyapmiz. Shuning uchun ittifoqchilik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir kuni bir odamnikiga bir baraka xayr kelib qolibdi-da. Endi bitta rivoyat. Kelgandan keyin aytibdi, bir yil senikida bo'laman debdi. Boyoq odamnikida baraka xayr bir yil turibdi. Keyin ketaymi desa, ha ketaver debdi. Ittifoqchiligingni taylab ket degan ekan. Keyin baraka xayr ketibdi. 5 kundan keyin qarasa darvozaxonasini olibdi emish. Boyog'i hech ketanmaymish-da. Ha nima ketmayapsan desa, men ittifoqchilik bor joydan taylab ketanmayman. Ittifoqchilik qayerda bo'lsa, anshida bo'laman deb. Shuning uchun ittifoqchiligimiz uzilmasin. Hammamiz to'ylarga yaxshi kunga yetik. Bu masjidni qurish ham har kimga nasib qilavermaydi. Bizlarga Xudo buyurgan ekan shuni. Bu ham bitta katta baxt, shunday katta savobni nima qilish? Baxtda bu ham. Hamma qancha odam o'tgan, bitta bir marta namoz o'qimay o'tib ketgan odamlar bor. Shuning bizlar Xudoga shukr, mana Allohga o'zi yetkazganiga shukr. Masjid quryapmiz. Sheda namoz o'qishlar hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar. Mani Sultongazi qishlog'ida bugun yakuniy hashar bo'lyapti. Mani Xudo xohlasa yakun bo'ladi. Qo'llarimiz katta xizmat qildi. Hammasiga katta rahmat. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Hammaga omad. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Hamma sog' salomatmi? Tanajon sog' salomatmi? Ishlar yaxshi bo'lyapti. Mana bugun qishlog'imizda, masjidimizda, choyxonamizda katta hashar bo'lyapti. Hasharda hamma qari yosh hamma birdan bir jihat bo'lib xizmat qilyapmiz. Hammasi xolos Alloh yo'liga. Xudo xolasa nasib bo'lsa, mana yakunlay deb qoldik. Xudo xolasa nasib bo'lsa, endi bunisini keyingi ishlarimiz endi usti tom qismi qoladi. Uni ham inshaalloh asasa qilib olamiz. Qishlog'imiz yigitlari hammasi shu yerda. Bo'lib ahil bo'lib hammasi yaxshi ish bo'lyapti. Qarindoshlar, qishloqdoshlar, hammalaring omon bo'linglar.
Mana shu yerda ishlayotgan yigitlarni hammalaring sog' salomat bo'linglar, oilang bilan baxtli bo'linglar. Dillaringga quvvat bersin, bilaklaringga kuch bersin. Hamisha sog' salomat o'ynab ko'rib, mana shuni eson-omon bitirib olinglar. Bundan keyingi hasharlardan mana shu ittifoqchilik bilan hammang birlashib ishlanglar. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va uzoqdan kelgan mehmonlar. Mana bugun masjidga katta ali bo'lyapti. Yordam hammasiga rahmat aytaman. Bolalarning boshi omon bo'lsin. Zamonlarimiz tinchsin. Kelinlarim bilan qo'sha qarib, nevara cho'r evga kirish Allohning o'zi nasib etsin. Xudo nasib qilsa mana shu yerda masjid namoz o'qiymiz. Hammalaringga sog'lik salomat tilayman. Topganlaring yaxshilik kunlarga bersin. Kim nima qilsa niyatiga bersin. Hammani sog' salomat bo'lish Allohning o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Yani qishlog'imizda masjid qurilyapti. Ishimiz chiroyli ketyapti. Mana bugun masjidimizning oxirgi kuni. Xudo xolasa bundan keyin ham davomiy bo'lsin shu. Qolganlariga mana shunday hamma qishloqni xalqi birigib, mana shunday birigishimiz davom etaversin. Shu boshqa ishlarimiz ham shunday bu rivojlanib borsin. Qishlog'imiz rivojlanishini katta hissasini qo'shganlarga hammasiga rahmat. Kattakan hammaga. Sog' bo'lasizlar. Anasiga assalomu alaykum Sultonog'oz xalqi. Qishloqdoshlar. Hashar bo'lyapti mana bugun yaqin hasharlar. Hammaga omad, ishlariga rivoj bersin. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Mana yoshlarimiz shunchalik intiqoki ishlariga Xudo barakasini bersin. Kelgusi hasharlarga mana shunday birgalashib xizmat qilaylik. Alloh shuni yetkazsin. Hammalarning sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammalarga. Alaykum. Mana shu Sultonog'oz mahallasini xalqi, mana shu men juda chiroyli ishlar qildi meni bolalarim, Sultonog'ozning ahli. Mana bugun mana shu yerga hashar, katta hashar bo'ldi, shu yerga keldim. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Buni qanaqa deymizmi, masjid deymizmi, lekin juda chiroyli. Bizda yaxshi qurilish bo'ldi. Mana Hoji bova birgalikda, Hoji bova boshlig'ida, Toshimmatga boshlig'ida mana shu qishlog'imiz mahallasi yigitlari, farzandlarim juda ham chiroyli ish qildi. Mana ko'rsangiz havas qilaydigan. Hammalaringga rahmat, topganlaringga Alloh barakot bersin. Qo'shganlaring ham qo'sha qaringlar. Mana shu masjidimizning savobi ikki dunyolaringga ham davom etadi. U dunyo ham bu dunyo ota-onalaringga ham o'tganlariga hammasiga savobi beriladi. Bolalarning ajrimi bor. Juda katta ish qildilar. Xudo xolasa yana bir marta tashakkur aytaman sizlarga. Hammalaring oilalaring bilan tinchlik bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Mana shu xalqimiz, mana prezidentimiz hamma yerga bir chiroyli tashabbus qilib xalqqa imkoniyat berdi. Mana imkoniyatdan foydalanib bolalarim mehnat qilib, Rossiyalarda ishlab, chetlarda ishlab, hammasi bolalar bilan mana shu yerga katta hissa qo'shdi. Men o'ylaymanki, kelajakda yana bundan-da chiroyli joylar bo'ladi. Mana ustini yopish uchun ham harakat qilyapti bolalarimiz. Tanijonlaring sog' bo'lsin, Alloh panohida yuringlar, topganlaringga baraka bersin. Mana o'g'limiz Ilhomjon boshligida bizga juda yaxshi xizmat qilyapti, videolarga olib, hammani rahbarlantirib yuribdi. Mana shu o'g'limga ham rahmat. Chiroyli oila bo'lsin, chiroyli baxtli bo'lsin, topganiga baraka bersin. Mana shu Sultonog'ozga, bolalarimga juda katta tashakkur, rahmat aytaman. Mana shu ishlaringni ko'rib havasim keldi. Bundan-da chiroyli bo'ladi, hali bizning xalqimiz, qishlog'imiz bundan-da chiroyli qiladi. Ichini ham, tashqarisini ham kuch-quvvat bersin, topganiga baraka bersin. Ustini yopishga ham bitta harakat qilamiz. Chiroyli ish bo'ladi. Hammalaringizga rahmat deyman. Imkon darajada mana shu yerga 2 rakat namoz o'qisangiz ham juda savobi kattadir. Sizlarni mana shu yerga kutib qolaman. Bitganda bitta havas bilan kelib ko'rishlaringizni taklif qilardim. Rahmat, Sultonog'oz bolalarim, xalqim, elim tinch bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Juda xursand bo'ldim. Juda tashabbuslaringga rahmat, tasannolar aytaman. Sog' bo'linglar. Chetda yurganlar ham Alloh panohida yursin, topganlarga baraka bersin, bolalarni huzurini ko'rsin. Hammaga rahmat. Mana shunday bolalarimiz ham mana shu yerga hasharga keldi. Mana shunday bolachalar bugun ko'rdim.
mana shunday 2-3 sinf o'qiydigan bolalarim kelib mana shu yerga kuchi yetgancha sadil ko'tarib, loy ko'tarib, mana shu yerga harakat qilib o'z hissasini qo'shdi. Hammalaringga rahmat. To'ylaringda bardavom bo'lib, hammalarimiz birgalikda mehr oqibatli bo'laylik. Yaxshi kunlarda bosh bo'laylik. Sog' bo'linglar, tanijonlaring sog' bo'lsin. Hammaga tashakkur va rahmat deyman.